Aynan mashq, ya'ni siz biz bilan bugungi bajaradigan mashqingiz sizdagi ha harfini talaffuzini yaxshilashi mumkin. Bu matn ichida ha fatha bilan ham, kasra bilan ham, damma bilan ham, sukun bilan ham keladi, cho'zib ham, qisqa ham holati keladi. Biz buni har xil holatlarda o'qib, uni talaffuzini mashq qilamiz. Assalomu alaykum. Bugun sizlar bilan aynan siz qiynaladigan harfning talaffuzi haqida gaplashamiz va bu ha harfi. Bilamizki, arab tilida 3 ta ha harfi bor. Birinchisi aytaylik, xo talaffuzi yo'g'on chiqadi va ikkinchisi ha va biz bugun bu harf ishtirokida ba'zi so'zlarni o'qib chiqamiz va keyingisi yumshoq deb aytamiz ha harfi. Ya'ni bu hech qanday to'siqlarga uchramasdan havoning o'zi chiqishiga hosil bo'ladigan harf ha harfi. Bugun biz sizlar bilan ha harf haqida gaplashamiz va biroz innovatsion usulda, ya'ni biroz kreativroq yondashuv bilan bu harfning mahrajlari, uning qanday talaffuzi qilishi haqida emas, balki aynan shu harf juda ham ko'p ishtirok etgan so'zlarni bir yig'gan holatda bir matn qilganmiz. Ana shu matnni birgalikda o'qiymiz. Bu matn ichida ha fatha bilan ham, kasra bilan ham, damma bilan ham, sukun bilan ham keladi, cho'zib ham, qisqa ham holati keladi. Biz buni har xil holatlarda o'qib, uni talaffuzini mashq qilamiz. Aynan mashq, ya'ni biz bilan bugungi bajaradigan mashqingiz sizdagi ha harfini talaffuzini yaxshilashi mumkin. Hadara الدكتور حامد إلى المستشفى مبكرا. Tarjimasi mabodo kimgadir qiziq bo'lsa, doktor Hamid kasalxonaga erta keldi. Kana yahmilu haqibatahu wa wajhuhu mubtasim. Kana yahmilu haqibatahu va wajhuhu mubtasim. U sumkasini ko'tarib olgan va yuzi kulib turardi. Dakhala, qarang, boshqa halarni ham qatnashtirganmizki, farqiga boring degan maqsadda. Dakhala va jalasa. Fajaat mumarridatun va qalat: Sabahul khayri ya doktor Hamid. Sabahul khayri ya doktor Hamid. Kirib o'tirdi va bir hamshira kelib aytdi: "Xayrli tong, doktor Hamid." Ajaba: "Sabahun nur. Kayfa halul maridi fil hujrati thalitha?" Kayfa halul maridi fil hujrati thalitha? Javob berdi: "Xayrli tong, 3-xonadagi bemorning ahvoli qanday?" Shu o'rinda ajoyib bir taklif. Juda ko'pchilik o'quvchilar bizga murojaat qiladi. Men alifboni bilaman, o'qishni bilaman, ammo talaffuzlarim yaxshi emas. Ya'ni o'qishim juda ham sekin, yaxshi o'qa olmayman deb o'zimdan ko'nglim to'lmaydi. Shunga o'qish kursingiz bormi degan taklif bilan, ya'ni iltimos bilan chiqishadi. Bizda aynan mana shu kabi o'qish kursini tashkil qilganmiz. O'qish kursida 10 ta video darslar joylashgan va ushbu 10 ta video darsimizda siz o'qish davomida uchraydiganingiz muammolar haqida darslar tayyorlangan. Masalan, hamzalarning talaffuzi, vaslali hamza, qat'iy hamzalarning talaffuzi, so'zlarni bir-biriga bog'lab ketish masalasi yoki to'xtash qoidalari yoki aynan ayn harfi yoki bir-biriga nuqtalarda o'xshab ketadigan harflar yoki talaffuzda bir-biriga o'xshab ketadigan harflar. Ya'ni siz talaffuzda yoki yozilishida bir-biriga o'xshatib yuborishingiz mumkin bo'lgan harflarni bir-biridan farqlash bo'yicha maxsus dars qilganmiz. Kurs narxi atiga 99 ming so'm va ishonamanki, ushbu kursdan keyin sizdagi o'qish darajangiz kamida 20-30% ga yaxshilanadi. Kursni xarid qilish uchun pastdagi link orqali biz bilan bog'laning. Qalat haluhu تحسن لكنه يحتاج. Atayin to'xtayapman, lekin siz bunaqa cho'zmang. Men sizga ha'ni talaffuzini berish uchun aytyapman. Cho'zib. Yahtaju rohatan akthar. Yahtaju rohatan akthar. Bitta gapimizda qarang. Haluhu tahassana lakinnahu yahtaju rohatan. To'rtta ha.
aytdi, ahvoli yaxshilandi, lekin ko'proq dam olishi kerak. دخل الدكتور حامد إلى الحجرة وقال برفق: كيف تحس الآن؟ كيف تحس الآن؟ دكتور حامد xonaga kirib yumshoqlik bilan, muloyimlik bilan dedi: hozir qanday his qilyapsiz? أجاب المريض بصوت ضعيف: أنا أحسن من الأمس. أنا أحسن من الأمس. Bemor zaif ovozda kechagidan yaxshiman deb javob berdi. فحص الدكتور حامد المريض بعناية وحب. دكتور حامد bemorni ehtiyotlik va mehr bilan tekshirdi. قال: لا تحزن ستكون بخير. aytdi, xafa bo'lmang, yaxshi bo'lasiz. ابتسم المريض وقال: شكرا أنت طبيب حنون. bemor jilmayib, rahmat, siz mehribon doktorsiz dedi. خرج الدكتور وقال في نفسه: هذه المهنة أحب شيء إلي. أحب. doktor chiqib o'ziga o'zi dedi: bu kasb men uchun eng sevimli narsa. انتهى يومه وهو مرتاح القلب. kuni tugadi va qalbi xotirjam holatda kunini tugatdi. Demak, mana bunaqangi matnlarning ichida keladigan, aynan siz mashq qilmoqchi bo'lgan harflarning ko'p uchrashi sizdagi bu harfni talaffuzini yaxshilaydigan eng yaxshi metod hisoblanadi. Ya'ni biror bir harfni talaffuzini eng yaxshi holatda talaffuz qilishingizga yordam beradigan eng zo'r usul nima deyilsa, shu harf ishtirokidagi so'zlarni va shu so'zlar ishtirokidagi matnlarni ko'p o'qishlik. Masalan, hozirgi matnda bilmadim, bir 20 dan bir 30 dan ortiq ha harfini kelgan o'rinlarni ko'rdik va siz bu matnni shu videoni qayta ko'rish orqali matnni o'zingiz mustaqil o'qib ham ha harfi talaffuzini yaxshilab olishingiz mumkin. Chunki aynan siz bu harflardan tashkil topgan matnni topib olishingiz qiyin. Chunki bu matnni tuzish bizga ham biroz qiyinlik tug'dirdi. Aynan shu harf ishtirok etgan so'zlarni bir ma'no jihatidan jamlab olishlik mashaqqatli holat. Shunga ko'ra siz videoni qayta ko'ring, ovozni to'xtatib o'zingiz mustaqil o'qing, keyin eshiting va shu tarzda o'zingizdagi ha harfini talaffuzini bir muncha yaxshilashingiz mumkin. Salomat bo'ling.